2,5 ming nafar aholi yashaydigan ikki qishloq O'zbekistondan Qirg'iziston tarkibiga o'tdi. Gap ilgari Farg'ona viloyatiga qarashli bo'lgan Cho'ng'ara va Toshtoboq qishloqlari haqida ketmoqda. Bu haqda Qirg'iz Respublikasi prezidenti matbuot kotibi ma'lum qildi. Uning bildirishicha, chegaralarni demarkatsiya qilish jarayonida mazkur ikki qishloq aholisi bilan birga Qirg'iziston hududiga o'tgan. Bu qishloqlarda etnik qirg'izlar yashaydi. Endi bu ikki qishloqda ro'yxatga olish ishlari olib borilib, aholisiga Qirg'iziston fuqaroligi beriladi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, ushbu qishloqlar evaziga Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga chegara hududlardan teng maydondagi yerlarni bergan. Ammo aynan qaysi hududlar nazarda tutilgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, Say qishlog'idan Tayan qishlog'i tomon yangi yo'l qurilishi uchun 236 gektar yer maydoni ham o'zaro almashilgan. Bu masalalarni siyosiylashtirmaslik kerak, deyiladi xabar yakunida. Hozircha bu masala bo'yicha O'zbekiston tomoni hech qanday ma'lumot bergani yo'q.